Kurash turlari yurtimizda tobora ommalashib bormoqda. Ayniqsa grepling yo'nalishiga yoshlarning qiziqishi ortgani musobaqalarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'smirlar o'rtasida boshlangan grepling bo'yicha O'zbekiston chempionatida bunga yana bir bor guvoh bo'ldik. Mavzuni hamkasbim Abdulaziz Qurbonov davom ettiradi. Grepling, judo, sambo, Braziliya jiu-jitsusi va erkin kurash elementlarini o'zida qamrab olgan. Musobaqalarda g'alaba raqibni taslim etish yoki ochkolar hisobiga erishiladi. Mazkur yakka kurashda muvaffaqiyatga erishish uchun raqibni yerga yiqitish, nazorat qilish, og'riqli yoki bo'g'ish, ushlab turish usullaridan foydalanish mumkin. Ana shu usullarni bajarish uchun atletlar mashg'ulotlarda hozirlik ko'rib, abjirlik, kuch va texnikasini oshirish ustida ishlaydi. Musobaqa esa ularga olgan bilim va ko'nikmalarini qo'llab ko'rish imkonini bermoqda. 100 dan oshiq atletlar yaxshi o'rin, yuqori o'rinlar egallashdi. Bugun esa ikkinchi kun, ertaga mana 3-kun kattalarniki bo'ladi. May oyida Osiyo chempionatiga yana mezbonlik qilamiz. Grepling O'zbekistonda juda ham katta rivoj topmoqda. Hozirda grepling bo'layotgan, shu greplingga keldik. Bu kelishimiz sababchisi ota-onamiz, murabbiyimiz. MMA ancha foyda istayapti, kundan kunga sog'lom bo'lib boryapti. Dastlabki kungi bellashuvlar yakuniga ko'ra Javid Shomurodov, Xondamir Alimjonov, Jafar Tursunaliyev, Jasurbek Rahmatov kabi atletlar muvaffaqiyatga erishib O'zbekiston chempioniga aylanishdi. Mamlakat chempionati kattalar o'rtasidagi bellashuvlar bilan yakuniga yetadi. Natijalar bilan kelgusi dasturlarimiz orqali tanishib olishingiz mumkin bo'ladi. Mamlakatimiz